Amerika Qo'shma Shtatlarining shunday prezidenti bo'lganki, u o'zining qabr toshiga Amerika prezidenti deb emas, universitet asoschisi deb yozishlarini xohlagan. Tanishing, Thomas Jefferson, Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-prezidenti va Mustaqillik deklaratsiyasi mualliflaridan bittasi hisoblanadi. Bu inson 1819-yil Virjiniya universitetiga asos soladi va Amerikada ta'limni yangi bosqichiga olib chiqadi. Hozirda bu universitet dunyo reytingidagi eng yaxshi universitetlardan bittasi hisoblanadi. Thomas Jefferson o'z vafotidan keyin qabr toshiga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti deb yozishlarini emas, Virjiniya universiteti asoschisi deb yozishlarini tayinlagan. Bu insonning fikricha, davlatni, xalqni boshqarishdan ko'ra muhimroq kelajak avlodni tarbiyalash hisoblangan. Universitetlar haqida shunday qiziqarli voqealarni o'tkazib olmaslik uchun albatta obuna bo'lishni unutmang. Chet elda ta'lim olishni xohlasangiz, bizga aloqaga chiqing. Va albatta yana o'sha gap, ta'lim olishdan to'xtamang. Salomat bo'ling.